dispetcherlikda o'tirmayman, hech kimga yo'q. Mana hozir Ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatish sohasidagi mavjud muammolarni hal etish, tizimni takomillashtirish, aholi muammolariga o'z vaqtida yechim topish bo'yicha Buxoro viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bosh boshqarmasi tomonidan Buxoro va Kogon shaharlarida ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyalarining tungi dispetcherlik faoliyati o'rganildi. Natijada ba'zi boshqaruv servis kompaniyalarida dispetcherlik faoliyati tashkil etilmagan deya xulosaga kelindi. BSK rahbarini qo'l telefon qildik 5 minut ichida. Qaytib chiqib aniqlik kiritaman dedi. O'sha rahbar bo'lishiga qaramasdan navbatchi tashkil qilingani menimcha o'zi ham bilmaydi. Ko'rib bilib aniqlik aytaman dedi. Mana 5 minutda eshikni hech kim kelib ochmadi. Bizga biron kishi telefon qilmadi ham. Bu yerdan dispetcherlik xizmat tashkil qilinmagan degan xulosa qilsa bo'ladi. Tadbir doirasida kompaniyalarda 24/7 tartibda faoliyat yurituvchi navbatchilik xizmatining tashkil etilganligi, shuningdek, ko'p qavatli uylarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik darajasi atroflicha o'rganildi. Ba'zi BSKlarda tungi navbatchilik xizmati tashkil etilmagani, ba'zisida esa bu paytda kechki ovqatga ketganligini bahona qilgan xodimlarni uchratdik. Dispetcheringiz yo'q ekanda? Aka, o'zingga chiqdik, hozir boramiz. O'zingga? Ha. Bu ish vaqti bo'ladi-ku dispetcher bo'yicha. O'rganishlar jarayonida aholining murojaatlarini qabul qilish, ularni o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda favqulodda holatlarga tezkor javob berish tizimida qator kamchiliklar mavjudligi qayd etildi. Murojaatlarni qayd qilish daftarlari to'liq yuritilmaganligi yoki qaror talabi bo'yicha tashkil qilinmaganligi, qaysidir holatda zaxiralar to'liq emasligi aniqlandi va bu bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Mazkur reydlar davomida Buxoro shahridagi 2 ta, Kogon shahrida ham 2 ta boshqaruv servis kompaniyasida dispetcherlik xizmati to'liq tashkil etilmaganligi aniqlandi hamda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlik choralari ko'rildi. Bu kabi o'rganishlar viloyat bo'ylab davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.